Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, bu ma'lumot har biringizga taalluqli bo'lib, hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda rasman xalqni yemirishga qaror qilindi. Maydan boshlab hamma narsa uchun 2 barobar ko'proq to'laymizmi? degan sarlavhalar ostida tarqalayotgan xabarlar ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Bu mavzu bo'yicha menga juda ko'p savollar keldi. Bugungi videomizda biz aynan mana shu xabarlarning tub mohiyatini, haqiqatni va bu o'zgarishlar nimani anglatishini batafsil tahlil qilamiz. Hamma narsani tushunib olishingiz uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati. Xo'sh, vaziyat qanday? Nega aynan hozir va nimalar o'zgarmoqda? Avvalambor, shuni ta'kidlash kerakki, gap haqiqatan ham kommunal xizmatlar, xususan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlaridagi katta o'zgarishlar haqida ketmoqda. Hukumat tomonidan qabul qilingan qarorga binoan, joriy yilning may oyidan boshlab energiya resurslari uchun to'lov tartibi yangilanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, avvalgi tizimda iste'molchilar, ya'ni biz, aholi va tadbirkorlik subyektlari energiya uchun nisbatan past, deyarli doimiy belgilangan tariflar bo'yicha to'lab kelardik. Ko'p yillar davomida bu tariflar o'zgarmasdan qolgan yoki juda oz miqdorda oshgan edi. Masalan, oddiy xonadonlar uchun elektr energiyasi narxi juda arzon bo'lgan, garchi iste'mol hajmi yuqori bo'lsa ham, narx deyarli o'zgarmasdi. Tabiiy gaz narxida ham shunday holat kuzatilgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. Yangi tizimda asosiy e'tibor iste'mol hajmini farqlashga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, iste'mol qilingan energiya miqdori ma'lum bir chegaradan oshsa, tarif keskin oshadi. Bu 2 barobar ko'proq degan iboraning asosiy sababidir. Ya'ni hammaga bir xil 2 barobar oshmaydi, balki belgilangan me'yordan ortiqcha iste'mol qilganlarga tariflar sezilarli darajada qimmatlashadi. Bu o'zgarish nafaqat iste'molchilarning to'lovlariga, balki ularning iste'mol odatlariga ham ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Hukumatning bu qarori ortida bir necha muhim omillar yotadi. Birinchidan, mamlakatning eskirgan energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi quvvatlar qurish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarga o'tish zarurati tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ikkinchidan, energiya resurslariga beriladigan subsidiyalar miqdorini kamaytirish orqali budjet yukini yengillashtirish va bu mablag'larni ijtimoiy sohalarga yo'naltirish maqsad qilingan. Uchinchidan, aholi va tadbirkorlarni energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishga undash, isrofgarchilikka chek qo'yish asosiy maqsadlardan biridir. Chunki ko'p yillar davomida arzon narxlar tufayli energiya iste'molida tejamkorlikka unchalik e'tibor berilmas edi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak, kimga tegishli emas? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar kimga qanday ta'sir qiladi? Kimlar uchun bu jiddiy muammo bo'ladi va kimlar uchun deyarli sezilmaydi? Birinchidan, elektr energiyasi bo'yicha. Avvallari 1 kWh elektr energiyasi uchun aholi taxminan 295 so'm to'lardi. Endi esa yangi tartibga ko'ra, oyiga 200 kWh bo'lgan iste'mol uchun narx 450 so'm etib belgilanadi. Bu deyarli 50% oshishni anglatadi. Lekin asosiy o'zgarish shundan iboratki, agar sizning iste'molingiz 200 kWh oshsa, u holda 201 kWh boshlab har bir kWh uchun tarif 900 so'mga yetadi. Mana sizga 2 barobar degan gapning ildizi. 1000 kWh oshsa, bu narx 1200 so'm, 5000 kWh oshsa, 1500 so'm bo'ladi. Endi misollarga murojaat qilamiz. Bir misol, oddiy 3 kishilik oila. Faraz qilaylik, bu oila eski tartib bo'yicha oyiga o'rtacha 250 kWh elektr energiyasi iste'mol qilgan. Eski tarif bo'yicha to'lov 250 kWh 295 so'm 73,750 so'm. Yangi tarif bo'yicha to'lov 200 kWh uchun 204 150 so'm 90 so'm. Qolgan 50 kWh uchun 200 kWh dan oshgan qismi 59 100 so'm 45 so'm. Jami yangi to'lov
90 45 135 so'm. Ko'rib turganingizdek, to'lov deyarli 2 barobar oshdi. 73 750 so'mdan 135 so'mga. Bu oila uchun jiddiy o'zgarish. Chunki ular avvalgi iste'mol odatlarini o'zgartirmasdan turib, ancha ko'proq pul to'lashiga to'g'ri keladi. Bu oila endi xavotir olish kerak bo'lgan toifaga kiradi. Ular o'z iste'molini kamaytirish yo'llarini o'ylash kerak. Ikki misol, qishloq joyda yashovchi, deyarli faqat yoritish uchun elektr energiyasi ishlatadigan keksa bir oila. Ular oyiga ertalab va kechqurun lampochka yoqadi, televizor ko'radi. Umuman olganda, elektr pechka yoki suv isitgichlardan deyarli foydalanmaydi. Ularning oylik iste'moli taxminan 80 kWh soat. Eski tarif bo'yicha to'lov 80 kWh soat 295 so'm, 23 600 so'm. Yangi tarif bo'yicha to'lov 80 kWh soat 450 so'm, 36 so'm. Bu oila uchun ham to'lov oshdi, lekin 2 barobar emas, taxminan 50% ga. Ular uchun bu katta o'zgarish emas, chunki ular me'yor ichida iste'mol qiladi. Bu oila unchalik xavotir olishi shart emas. Endi tabiiy gazga kelsak. Avvallari 1 kub metr gaz uchun aholi 380 so'm to'lardi. Yangi tartibga ko'ra, oyiga 500 kub metrgacha gaz iste'mol qilganlarga tarif 650 so'm etib belgilanadi. Agar iste'mol 500 kub metrdan oshsa, unda 501 kub metrdan boshlab har bir kub metr uchun tarif 1500 so'mga ko'tariladi. 2500 kub metrdan oshsa, bu narx 1800 so'm bo'ladi. 3 misol, katta xonadon yoki shaxsiy uyda yashovchi 5 kishilik oila. Ular uyni isitish, ovqat pishirish va suvni isitish uchun gazdan faol foydalanadilar. Qishki oylarda ularning gaz iste'moli taxminan 800 kub metrni tashkil etadi. Eski tarif bo'yicha to'lov 800 kub metr 380 so'm, kub metr 304 so'm. Yangi tarif bo'yicha to'lov 500 kub metr uchun 500 650 so'm, 325 so'm. Qolgan 300 kub metr uchun 500 kub metrdan oshgan qismi 301 500 so'm, 450 so'm. Jami yangi to'lov 325 450 775 so'm. Ko'rib turganingizdek, bu oilaning to'lovi 2,5 barobardan ko'proq oshdi. 304 so'mdan 775 so'mga. Bu oila mutlaqo xavotir olish kerak. Ular issiqlikni tejash, isitish tizimini optimallashtirish, uyning energiya samaradorligini oshirish haqida jiddiy o'ylashlari shart. To'rt misol, kichik kafel yoki nonvoyxona egasi. Ular kuniga ko'p miqdorda gaz iste'mol qiladi. Ularning oylik iste'moli 3000 kub metrni tashkil etsin. Eski tarif bo'yicha to'lov tadbirkorlik subyektlari uchun tariflar biroz farq qilgan, lekin misol uchun shartli ravishda oldingi aholi tarifiga yaqin deb olamiz. 3381 140 so'm. Yangi tarif bo'yicha to'lov 500 kub metr uchun 500 650 so'm, 325 so'm. 2000 kub metr uchun 501 dan 2500 gacha 1500 so'm, 3 so'm. Qolgan 500 kub metr uchun 2500 dan oshgan qismi 501 800 so'm, 900 so'm. Jami yangi to'lov 325 3 900 225 so'm. Bu biznes uchun to'lov qariyb 4 barobar oshdi. Bu tadbirkorlik subyektlari uchun ulkan yuk bo'lib, mahsulot yoki xizmat narxlariga bevosita ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida inflyatsiyani kuchaytiradi. Bunday holatda tadbirkorlar o'z xarajatlarini qayta ko'rib chiqishlari, energiya samaradorligini oshirishga investitsiya kiritishlari yoki narxlarni oshirishga majbur bo'lishlari lozim. Xulosa qilib aytganda, kam iste'mol qiladigan, ya'ni belgilangan me'yorlardan oshmaydigan iste'molchilar uchun to'lovlar taxminan 50% ga oshadi. Bu ham sezilarli, lekin 2 barobar emas. Ammo ko'p iste'mol qiluvchilar, ayniqsa qish mavsumida gazni isitish uchun faol ishlatadiganlar, elektr pechka, konditsioner kabi ko'p energiya talab qiluvchi jihozlardan doimiy foydalanuvchilar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlari uchun bu to'lovlar haqiqatan ham bir necha barobar oshishi mumkin.
Shuning uchun ham xalqni yemirishga qaror qilindi degan ibora garchi sensatsion bo'lsa-da, ba'zi bir iste'molchilar uchun achchiq haqiqatga yaqinlashadi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari va oqibatlari juda chuqur. Sabablar haqida yuqorida qisqacha to'xtalgan edik. Endi oqibatlarga kelsak. 1. Inflyatsiya bosimi, energiya narxining oshishi barcha mahsulot va xizmatlarning tannarxiga ta'sir qiladi. Chunki har qanday ishlab chiqarishda yoki xizmat ko'rsatishda energiya xarajati mavjud. Bu umumiy inflyatsiya darajasining oshishiga olib keladi. 2. Aholining xarid qobiliyatining pasayishi, kommunal to'lovlarga ko'proq pul sarflash, aholining boshqa ehtiyojlar uchun qoladigan mablag'ini kamaytiradi. 3. Energiya tejashga rag'bat. Bu o'zgarishlarning ijobiy tomoni shuki, ular aholi va tadbirkorlarni energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishga undaydi. Bu o'z navbatida mamlakatda energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. 4. Qashshoqlik darajasining o'zgarishi. Kam ta'minlangan oilalar uchun bu qo'shimcha yuk bo'ladi. Shu sababli hukumat tomonidan ijtimoiy himoya choralarini kuchaytirish zarurati paydo bo'ladi. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq jihatlar. Bu katta o'zgarishlar faqat bir tomonlama emas. Unda o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan kamchiliklar va hali aniqlanmagan noaniq jihatlar ham mavjud. Birinchi va eng muhimi ijtimoiy himoya. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini unutgani yo'q. Qashshoqlik chegarasida yashovchi yoki kam ta'minlangan oilalar uchun subsidiya va kompensatsiya mexanizmlari joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb topilsa va davlat tomonidan belgilangan me'yorlardan past daromadga ega bo'lsangiz, sizga kommunal to'lovlarning bir qismini qoplash uchun moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Ammo bu jarayon qanday ishlaydi? Kimlar aynan murojaat qilishi mumkin? Qanday hujjatlar talab etiladi? Bu haqda hali aniq va batafsil ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Bu kamchiliklardan biri, chunki aholining eng zaif qatlami aynan shu ma'lumotlarga zudlik bilan muhtoj. Ikkinchidan, ayrim iste'molchilar toifalari uchun o'ziga xos tariflar saqlanib qolishi mumkin. Masalan, isitish tizimlari markazlashgan bo'lmagan hududlardagi aholi yoki elektr energiyasi bilan isitiladigan uylarning aholisi uchun maxsus imtiyozlar ko'zda tutilishi mumkin. Ammo bu ham aniq qonun hujjatlarida aks etishi kerak. Hozircha umumiy xabar e'lon qilingan bo'lsa-da, ba'zi kichik detallar hali ham ochiq qolmoqda. Bu noaniq jihatlar aholida savollarni tug'diradi va tartibsizlikka sabab bo'ladi. Uchinchidan, to'lovni kechiktirish uchun jarimalar. Agar siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmasangiz, kechiktirilgan har bir kun uchun penya, jarima hisoblanishi davom etadi. Yangi tariflar sharoitida bu penya miqdori ham oldingidan sezilarli darajada ko'proq bo'lishi mumkin. Bu esa to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga jiddiy e'tibor berishni talab qiladi. Shu bilan birga, agar sizda qarzdorlik bo'lsa, elektr energiyasi yoki gaz ta'minotining uzilish xavfi oshadi. Ba'zi iste'molchilar qish oylarida katta miqdorda gaz yoki elektr energiyasi iste'mol qilib, keyin to'lovni kechiktirish odatiga ega. Endi bu juda qimmatga tushishi mumkin. 4-dan, hisoblagichlarning holati. Ko'plab xonadonlarda eski turdagi hisoblagichlar o'rnatilgan. Ularning aniqligi va ishonchliligi borasida savollar tug'ilishi mumkin. Agar hisoblagich noto'g'ri ko'rsatkich bersa, iste'molchi ortiqcha pul to'lashga majbur bo'ladi. Shuning uchun hisoblagichlarni muntazam ravishda tekshirtirish va ularning yaroqlilik muddatini nazorat qilish juda muhim. Agar hisoblagichda nosozlik bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirish yoki ta'mirlash zarur. Aks holda sizga o'rtacha iste'mol bo'yicha hisob-kitob qilinishi mumkin. Bu esa ko'pincha real iste'moldan ancha yuqori bo'ladi. 5-dan, ba'zi hududlarda yoki ma'lum bir iste'molchi guruhlarda maxsus tariflar mavjudligi ehtimoli bor. Masalan, markazlashtirilgan isitish tizimiga ega bo'lmagan qishloq joylarda tabiiy gazdan asosan isitish uchun foydalaniladi. Bunday hududlar uchun alohida yondashuv bo'ladimi yoki yo'qmi, hozircha aniq emas. Bu kabi noaniq jihatlar jamiyatda ko'proq savollar va noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Hukumat bu kabi masalalarga tez orada aniqlik kiritishi kerak. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz.
Bu o'zgarishlar sharoitida sizning har biringiz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni va oilangizni ortiqcha xarajatlardan himoya qilasiz? 1. Kommunal to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshiring. Har oy keladigan to'lov qog'ozlarini shunchaki ko'z yugurtirib otib ketmang. Undagi har bir satrni diqqat bilan o'rganing. Ayniqsa iste'mol qilingan elektr energiyasi va gaz miqdoriga e'tibor bering. Yangi tariflar bo'yicha hisob-kitob to'g'ri amalga oshirilganligini tekshiring. Agar qandaydir xato yoki tushunmovchilikka duch kelsangiz, zudlik bilan tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Raqamlar to'g'ri aks ettirilganiga ishonch hosil qiling. 2. Iste'molingizni muntazam nazorat qiling. Bu eng muhim qadamdir. Elektr va gaz hisoblagichlaringizning ko'rsatkichlarini har kuni yoki hech bo'lmaganda haftada bir marta yozib boring. Bu sizga oylik iste'molingizni prognoz qilishga va qaysi chegaradan oshib ketayotganingizni aniqlashga yordam beradi. Masalan, agar sizning elektr energiyasi iste'molingiz 240 soatga yaqinlashib qolsa, siz o'zingizning iste'mol odatlaringizni o'zgartirish choralarini ko'rishingiz mumkin. Bu kundalik hayotingizga ko'proq energiya tejash odatlarini kiritishga yordam beradi. 3. Energiya tejash usullarini amalda qo'llang. Bu nafaqat sizning pulingizni tejaydi, balki resurslardan oqilona foydalanishga ham hissa qo'shadi. Elektr energiyasini tejash uchun LED lampochkalarga o'ting. Ular oddiy lampochkalarga nisbatan 5-10 barobar kam energiya iste'mol qiladi. Elektr jihozlarini foydalanmayotgan paytda tarmoqdan uzing. Televizor, kompyuter kabi jihozlar kutish rejimida ham elektr energiyasi iste'mol qiladi. Eski elektr jihozlarini yangi, energiya tejamkor modellarga almashtiring. Ayniqsa muzlatkich, kir yuvish mashinasi kabi doimiy ishlaydigan jihozlar katta farq qiladi. Energiya samaradorligi sinfi A bo'lgan jihozlarni tanlang. Konditsionerdan oqilona foydalaning. Uyni haddan tashqari sovutmaslik yoki isitmaslikka harakat qiling. Qulay haroratni saqlashga intiling. Dazmol, elektr choynak kabi ko'p energiya iste'mol qiladigan jihozlardan ehtiyotkorlik bilan foydalaning, ularni uzoq vaqt ishlatmang. Gazni tejash uchun uyning issiqlik izolyatsiyasini yaxshilang. Deraza va eshiklardagi tirqishlarni bartaraf eting, devorlarni izolyatsiya qiling. Bu isitish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Isitish tizimini muntazam tekshirtiring. Eskirgan qozonlar va radiatorlar samaradorlikni pasaytiradi. Xonalarni haddan tashqari qizdirmang. Qulay haroratni saqlashga harakat qiling. Haroratni bir necha darajaga pasaytirish ham gaz sarfini sezilarli kamaytiradi. Ovqat pishirishda qopqoqdan foydalaning. Bu ovqatning tezroq pishishini ta'minlaydi va gaz sarfini kamaytiradi. 4. Subsidiya va imtiyozlar bo'yicha ma'lumot oling. Agar siz kam ta'minlangan oila hisoblansangiz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar yoki kompensatsiyalarga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Buning uchun mahalla fuqarolar eginlariga, davlat xizmatlari markazlariga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'linmalariga murojaat qiling. Ulardan qanday hujjatlar talab qilinishi, ariza topshirish tartibi va muddati haqida batafsil ma'lumot oling. Hujjatlaringizni tayyorlab, o'z vaqtida topshirishga harakat qiling. 5. O'z huquqlaringizni biling va himoya qiling. Agar sizga noto'g'ri hisob-kitoblar kelgan bo'lsa, yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan qonunga xilof harakatlarga duch kelsangiz, o'zingizning huquqlaringizni himoya qiling. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga, prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Barcha cheklar, to'lov qog'ozlari, murojaatlar nusxalarini saqlab qo'ying. Yozma ravishda murojaat qiling va murojaatingiz ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjatni talab qiling. 6. Byudjetingizni rejalashtiring. Endi kommunal to'lovlar uchun ajratiladigan mablag' sezilarli darajada oshishi mumkinligini hisobga olib, oilaviy byudjetingizni qayta ko'rib chiqing. Kommunal to'lovlar uchun har oy qancha mablag' ajratishingizni oldindan belgilab oling va bu rejalarga amal qilishga harakat qiling. Ba'zi xarajatlarni qisqartirish orqali kommunal to'lovlar uchun zaxira yaratish maqsadga muvofiqdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz maydan boshlab hamma narsa uchun 2 barobar ko'proq to'laymizmi degan savolning asl mohiyatini atroflicha ko'rib chiqdik.
Ko'rganingizdek, bu xabar ba'zi iste'molchilar uchun haqiqatan ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi, ammo hamma uchun birdek 2 barobar degani emas. Bu asosan energiya resurslaridan yuqori darajada iste'mol qiluvchi shaxslar va tadbirkorlik subyektlariga taalluqli bo'ladi. Bu o'zgarishlar, garchi dastlab og'riqli bo'lib tuyulsa-da, mamlakatimiz energetika sohasini rivojlantirish va resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan muhim qadamdir. Bizdan talab qilinadiganı esa vaziyatga jiddiy yondashish, tejamkorlikni o'rganish va o'z huquqlarimizni bilib olishdir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu qarorga munosabatingiz qanday? O'z fikrlaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qimmatli. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi, muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.